Xotinjon, bir marta gel. Yo'q, bormaysiz dedim. Bir marta, bir martagina bo'ray. Hali qarasa yo'q, qarasa bu yoqqa ketadi. Xotin. Nima? Tiling. Baribir sudga bormaysiz dedim, tushundingizmi? Yo'q, bittasi bo'lmaydi. Tiling. O'zi qayerga bormoqchi edingiz? Bolalar bilan tog'ga. Yana Nargizotga olib tema qilasizlarmi? Yo'q, bormaysiz. Chim. O'zi ayamesdan noto'g'ri tushunadilar. Men $2 Nargiz biza qanchalik erga berib bo'lganmiz, hozir hayot ham bo'lgan. Nima? Hazillashdim. Xullas, shunda boraman, bolalar bilan yeb ichaman, o'tiraman, sirazi qaytaman. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Iltimos. Qarang lekin. Rahmat xotinjon. O'rtoq, bo'l, ovom. Bo'pti, xotin, men ketdim. To'xtang. Quvvatdoringizni olib qaytib ketyapsiz. Siz, quvvatdoringiz, dacha va qizlar. Saman xotinjon o'tirib tushunmagan. Yaqinda Oybek degan jo'ram to'yi. U sal nimjonroq bo'ladi. O'shanda Tripsteron degan quvvat dorovga berayotgandim. Xotinni olib sharmanda bo'lib qolmasin, uyalib qolmasin deb. Bizanga o'xshagan polvonda yigitlar berish uchun. Buni mana shu mas xotinjon. O'ylagan. Ishqilib amalladingiz. Agar bironta gap eshitadigan bo'lsam, Rahmat xotinjon. to'xtang dedim. To'xtang. Agar shu dachada bironta qiz bilan gap so'zingizni eshitadigan bo'lsam, Voh, bo'l.